Bo'stonliq tumani Yakkato'rt qishlog'iga kelganmiz. Shundoqqina qumli ekoplaji tepasida joylashgan Hasan akaning dachasi. Dacha 12 kishi uchun mo'ljallangan. Ko'ringlar, dachada igrovoylardan full, hamma sharoitlarni qilib qo'yishgan. Hasan aka, dachada nechta yotoqxona bor? 4 ta spanli bor, 10 kishiga koyka bor. 10 kishiga karavot bor. 12 kishigacha bemalol kelsanglar bo'lar ekan. 8 ta kompyuterlari, 8 ta kompyuter, bilyard bor. Bilyard, mana ko'chada. Kolonka. Sauna ham mana o'tinli, zo'r qiziydi. Endi mana shu videoni ko'rib kelsa, mana shu saunani bez limit qilib berasizmi? Beramiz. Ko'p joyda limit-ku mana, azizlar. Dachani ham mana saunasini bez limit qilib, birinchi bonuslarni ham oldik. Bilyard yaxshi holatda. Tapchan karavatlari, detski anaqalari ham bor ekan. Basenda yosh bolalar ham mazza qilib cho'miladi. Dacha salqin, majnuntol daraxtlari soya berib, salqin qilib turadi. Plyajgacha 200 metr peshkom tushsanglar bo'ladi. Mana dachani ko'rinishi. Bu yoqda majnuntollar. Bu yoqda bitta, nari yoqda bitta. Yozgi oshxonasi. O'choqlar, ikkita o'choq qilib qo'yishibdi, bitta katta, bitta kichkina. Gaz ham bor. Gaz ham bor-a, aka? Bor. Холодильник katta va stoящий uy холодильники va morozilka ham bor ekan. Dachani ichkari qismini ko'ramiz. Mana hol, stollar tashqarida ekan. Televizor, mягкий mebel qo'yib qo'yishibdi. Birinchi qavatda ikkita yotoqxona bor ekan. Ikkinchi yotoqxonamiz. Birinchi qavatda sanuzel ham bor ekan. Sanuzel birinchi qavatda va tashqarida joylashgan. Videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta like bosib, kommentga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldirasizlar. Ikkinchi qavatda kompyuter joylashgan va yana ikkita yotoqxonasi bilan 8 dona kompyuter. Buni ham azizlar limiti yo'q, bemalol xohlaguningizcha o'ynayverasizlar. Balkondan tabiat ko'rinishi. Mana shu pastda ekoplyaj joylashgan. Hovlilarni ko'rdinglar. Yonimizda qo'shiq eshitayotgan ekan. Endi YouTube avtorskiy bera olmasa bo'ldi. Bu 3-yotoqxona. Bu mana 4-yotoqxona. Salqin orqada daraxtda oynani ochsangiz, mazza qilib toza havoda dam olasizlar. Iyul oylariga kelishtirib berasizmi Hasan aka? Telefon qilsa endi. Bugun hozir 30-may sanasi. Bu 1.700.000 so'm narx 15-iyun oyigacha, oyning 15-sanasigacha amal qiladi. Telefon qilaverasizlar. O'zlarining nomerini qoldiraman. Ismlari Hasan.